Hozirgi zamonaviy yo'l qurilishida greder va ekskavatorsiz ish jarayonini tasavvur qilishning iloji yo'q. Har bir kun, har bir metr yo'l ana shu og'ir texnikalarning mehnati bilan pishadi. Maydonga greder tushsa tekislikda tartib, aniqlik va sifat paydo bo'ladi. Shuning uchun bekorga aytishmaydi, grederchilik soz bo'lsa berdi Xudo. Chunki yo'lning asl yuzini yaratib beradigan ham shu ustaning qo'li. Ekskavator esa qurilishning yuragi, qaziydi, tozalaydi, yuklaydi, zaminni tayyorlaydi. Ammo ekskavatorchi nosoz bo'lsa urdi Xudo. Butun jarayon to'xtaydi. Ortda uzun navbat, ishchilar esa kutib qoladi. Samasvallar esa shu ikki kuch orasidagi bog'lovchi bo'g'in. Ular ertadan kechgacha qatnaydi, grunt, shag'al, asfalt qaysi material bo'lsa ham vaqtida yetkazadi. Bir dona samasval kechiksa butun uchastka ritmi buziladi. Shu tariqa zamonaviy yo'l grederning aniqligi, ekskavatorning kuchi va samasvallar tezligi bilan tug'iladi. Mana shunday jamoa bo'lgandan sifatli, tekis va mustahkam yo'l paydo bo'ladi.